Alhamdulillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hamshaharlar, vatandoshlar, mahalladoshlar, Allohga hamd bo'lsin. Bugun yana bir xursandchilik, Xudo xolisa Allohning fazli bilan bugun yana bir oilaga bir 3 ta yo'llanma hadya qilgani tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolisa inshaalloh duo qilinglar. Alloh sizlarga mana shunday yaxshi kunlar nasib qilsin. Mana shunday yaxshi kunlarni sizlar bilan yakkadosh bo'lishni Alloh taolo sizga nasib qilsin. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Inshaalloh qaray siz azizlarning guvohlaringizda borib, unda yo'llar bilan toshlarni olib ketdik. Bismillah. Istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini. Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'raka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Uzr. Tadbirimiz bor edi, ruxsat bersangiz qoraka. Alloh salomat qilsin hammalaringni. Xudo xolisa qani Abdulatifjon ukamiz onalariga Xudo xolisa umra yo'llanmasi topshiryaptilar, Xudo xolisa. Inshaalloh qani. Bitta emas lekin 3 kishi. Bismillah. Qani? Hazrat Qulova sahobat ona. Allah va mashalloh. Bismillah. Allah muborak qilsin. Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Tegadi men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshini eksam, men bormanki mehr mas boshqada. Sudaymonov Azizjon. Kim Azizjon? Maşallah, tabarakallah. Allah muborak qilsin. Hop, 3-chi yo'llanmamiz egalari Mamatqul va Gulchehra hoji onamiz. Qanday? Gulchehra hoji ona. Mana. Chaqiring. Xudo xolisa. So'lingiz yaxshimi? Charchamayapsiz, salomatmisiz? Ha, jiyanlaringiz nomida, hammalari nomidan sizga mana umra yo'llanmasi hadya qildi bular. Hammalari. Alloh muborak qilsin. Allohga hamd, sizga shukr. Maşallah. Bugün eng chiroyli gullarni olib, holiga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtimsa tinmagan bedorim. Alhamdulillah, mana azizlar guvoh bo'lganingizdek, mana navbatdagi oilaning xursandchiligiga sherik bo'ldik. Alhamdulillah, hamd bo'lsin. Hammaga mana shunday xursandchilik kunlar nasib qilsin. Inshaalloh birinchi safarimizga juda oz fursat qoldi. Eslatib o'taman, 20-iyun, 1-iyun kunlari navbatdagi safarlarimiz. Sizlarni kutib qolamiz inshaalloh. Tez fursatda o'z joyingizni band qiling. Har doimgidek sizlar hurmatda, izzatda, sizlar uchun biz albatta xizmatlaringizdamiz. Inshaalloh sizlar kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.